Altınaydır ismim, mening go'zallik deb ismim, meni tug'dim 2002 Faxra Taqish dekabr oyida matematikaga qiziqishim ona tilim jon tilim hammasdan birinchi intizorli o'quvchi o'quvim ko'ksimda doim assalomu alaykum har narsa chiqqanma odamlarga yoqqanman. Uchinchi ishtirokchimiz Shirnoy. Assalomdan boshlaymiz kalom barchangizga Assalomdan boshlaymiz kalom hurmat bilan boshlaysiz barchangizga dildan assalom tanishtiray endi o'zimni. Mening ismim Shirnoy, Bahrombekning qiziman. Oyim esa Mahliyo, uning erkak qiziman. Orzularimni aytay sizga. Tug'ilganman aynan qish faslining yanvar oyida. Maktabda men bilan olib kelajakda zo'r shifokor bo'laman. To'rtinchi ishtirokchimiz Zarina. O'zbekimda qiziman, tumanis ilziman, Nodira Zulfiya ularning iziman, Alpomish Temurbek Termiziylar qiziman, ota-onam ishongan eng porloq ildiziman. Qisqa qilib so'zimni tanishtiring o'zimni. 33 maktabning 1-A sinf o'quvchisiman. 7 yil muqaddam 5-yil kuni hayotga qo'ydim qadam. Nurafshon aytibdi, men maktabda o'qiyman, chizib turli suratlar yarashib ham o'qiyman. Kelajakda orzum shifokor bo'lmoqchiman. Beshinchi ishtirokchimiz Bahora. Mening ismim Bahora. Bahoradir mening ismim, quvonchga to'la dilim, erkalatar dadam oyim. Sevinchim sarvarim, meningdir u gavharim. Bahoraxondir ismim, birinchida o'qiyman, maktabimni sevaman, darslarimni qilaman. Ustozlarim bebaho, baholarim ham a'lo, kun sayin g'or dilimni uyg'otaman. Saboqlar bo'lsam deyman, shifokor, o'z ishiga fidokor. Endi Farzana qizimiz 6-chi. O'zbekimning qiziman, tumaris iltiziman, Nodira Uayzi, men ularning iziman. Alpomish o'g'ri Temuriylar qiziman, ota-onam ishongan eng porloq yulduziman. 8 yil muqaddam hayotga qo'ydim qadam. Jonim do'stim Bek Rustam fermerning o'g'li, kasbi zo'r tadbirkor, ishda boshliqdir o'zi. Mo'hinur ayamning ismi, ham pazanda ham chaqqon, oilada 2 farzand. Erkatoyi o'zimman. Endi o'zimga kelsak, birozgina o'ylang, so'ngra sekingalmagan tariximni so'zlang. 7gina chaqaloq tug'ildi, qiz chaqaloq. Farzana deb ismimda onajonim qo'yganlar. Barcha bo'ldi shod xursand. Yillar o'tib oradan bir qiz bo'ldim men shundoq. 2024-yil maktabga qo'ydim qadam. Oygul opa ustozim, quyoshdek issiq biram. Kelajakda orzuyim shifokor bo'lmoqchiman. Elimga xizmat qilib rahmatlar olmoqchiman. Fazonaxon sizlarga sog' omonlik tilaydi. So'zim muxtasar qilib tanishmoqlik tugaydi. Birinchi ishtirokchimiz Sayyor. Salom so'zimning asal qismidan, go'zal tabiatning ibod ismidan. Sizga yo'llagayman oliy bir kalom, oliy bir kalomdir.